Assalomu alaykum. Efirda Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Jahongir O'roz uchun Yevropadan jiddiy qiziqish mavjud. Bor Gap Podcastga ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik futbolchi Jahongir O'roz uchun Yevropaning bir qator klublaridan rasmiy va jiddiy takliflar bor. Ayni damda futbolchining agenti Borussia Mönchengladbach vakillari bilan muzokara olib bormoqda. Shuningdek, Italiyaning Fiorentina, Udinese va Venetsiya klublari ham futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Yana bir muhim ma'lumot, Rossiyaning Rubin Kazan klublari ham O'roz uchun taklif bilan chiqqan. Biroq manbamizning xabariga ko'ra, futbolchi ushbu taklifni rad etgan va faoliyatini Yevropada davom ettirishni maqsad qilgan. Bu transfer yozning eng qiziqarli voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Endi barchaning e'tibori muzokaralar qanday yakun topishiga qaratilgan. Andijon klubida jiddiy o'zgarishlar. Klub Rahimjon Davronov, Jamshidbek Boltaboyev, Ibrohim Yo'ldoshev hamda Igor Golbon bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qildi. Shu tariqa 4 nafar futbolchi rasman jamoani tark etdi. Ko'rinib turibdiki, Andijon ikkinchi davra oldidan tarkibni jiddiy yangilashga kirishgan. Endi klub bu yo'qotishlarning o'rnini kimlar bilan to'ldirishi qiziq bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov transfer masalasida o'z fikrini bildirdi. Yosh futbolchining aytishicha, unga Yevropaning yetakchi klublaridan qiziqish va takliflar mavjud. Biroq u hozirning o'zida grand klublarga emas, avvalo muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'ladigan jamoani tanlash tarafdori. Jahon chempionati haqida qisqacha fikringizni bildirib o'ting. Sizni o'yiningizni butun O'zbekiston va deydi ko'zi to'rt bo'lib kutdi va juda ham zo'r o'yin ko'rsatdingiz. Shu haqida qisqacha fikr bildirib o'ting. Avvalambor assalomu alaykum. O'zi har bir o'yindan oldin qiyin bo'lishini bilgandik, lekin musobaqa avvalida jarohat oldim, albatta ko'p muxlislar menga ishonmadi. Bu narsalar uchun ham men harakat qildim. Meni yosh deyishdi, lekin men o'zim harakat qildim, hech qanaqa yosh emasligimni va bor kuchim bilan harakat qilib xalqimizni xursand qilishga va yetarlicha harakat qilib va ularni ishonchini oqladim degan umiddaman. Albatta hozirgacha ishonchsizlik bo'lyapti, lekin men barcha harakat qilib, Xudo xohlasa bu ishonchni oqlashga harakat qilaman. Menga ishonchlarini oqlayman. Dunyo maydonlarida ham qiziqish uyg'otdingiz degan fikrlar bor. Agar taklif bo'lsa ketsa bo'ladi. Albatta, takliflar bor, muzokaralar o'tkazamiz va kelishib eng yaxshi variantni taklab o'yin amaliyoti egalik jamoaga borib o'ynash. Behruz Karimov yoshlikdan orzu qilgan qaysi jamoasida o'ynashni xohlaydi? Ya'ni sizda bir nechta ligalardan taklif mavjudligi haqida xabarlar bor. O'zingiz shaxsiy tanlovingiz qaysi bo'lar edi agar sizda bo'lganda? Albatta, men yoshligimdan Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Manchester United har bir jamoani o'yinlarini kuzatib borganman. Hozirda ulardan ham taklif bor, lekin hozirda u yoqqa bora olmayman, chunki o'yin amaliyoti kerak. Shuning uchun o'rtaroq jamoaga borib, o'yin amaliyoti qilib, keyinchalik o'sha jamoalarda o'ynash niyatim bor. Karimovning fikricha, aynan shu yo'l orqali keyinchalik Yevropaning eng kuchli klublariga o'tish imkoniyati yanada yuqori bo'ladi. Bu fikr ko'plab yosh futbolchilar uchun ham yaxshi saboq bo'lishi mumkin. Chunki nomdor klub zaxirasida o'tirgandan ko'ra muntazam maydonga tushish futbolchi rivoji uchun juda muhim. Eldor Shomurodovning goli mundial guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi. O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov urgan gol Jahon chempionati guruh bosqichining eng chiroyli goli sifatida e'tirof etildi. Bundan tashqari FIFA ushbu vaziyatni o'zining rasmiy sahifalarida go'zal assist, go'zal gol nomi ostida e'lon qildi. Bu e'tirof O'zbekiston futboli uchun yana bir tarixiy yutuq bo'ldi. Abbosbek Fayzullayev muxlislarga minnatdorchilik bildirdi. Abbosbek Jahon chempionatidan so'ng o'z murojaatida yurtboshimizga va bizni qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarimizga katta rahmat dedi. Eslatib o'tamiz, aynan Abbosbek Fayzullayev O'zbekiston tarixidagi jahon chempionatlaridagi ilk gol muallifi sifatida tarixga kirdi. Bu gol yillar o'tsa ham o'zbek futboli tarixining eng yorqin sahifalaridan biri bo'lib qoladi. Namanganning Navbahor klubi transferlar bozorida faol harakat qilmoqda. Namangan klubi Joel Koja transferini rasman e'lon qildi. Bundan tashqari O'tkir Yusupov va Ruslan Mirjiyanov Istanbulga yetib borgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Navbahor rahbariyati va bosh murabbiy Temur Kapazzi jamoani kuchaytirish maqsadida yana bir nechta yuqori saviyali futbolchilar bilan shartnoma imzolash ustida ish olib bormoqda. Ko'rinib turibdiki, Navbahor ikkinchi davrada yuqori o'rinlar uchun jiddiy kurashmoqchi. Paxtakor hujumchisi bilan xayrlashdi. Klub polshalik hujumchi Pyotr Parishchek bilan hamkorlikni o'zaro kelishuv asosida yakunlanganini rasman e'lon qildi. Shu tariqa tajribali hujumchi Paxtakorni tark etdi. Endi sherlar hujumchisini qaysi futbolchi bilan kuchaytirishi transfer oynasining muhim mavzularidan biri bo'ladi. Lamin Yamal yana keskin bayonotlar bilan e'tibor markazida. Jahon chempionatining ehtimoliy Ispaniya-Fransiya to'qnashuvi oldidan Lamin Yamal o'ziga bo'lgan ishonchini yana bir bor namoyish etdi. Yamalning so'zlariga ko'ra, Fransiya terma jamoasi Ispaniyadan kuchli emas. U bunga misol sifatida Yevropa chempionatidagi g'alabani eslatdi.
Bundan tashqari u Real Madrid futbolchilarida futbol o'ynashdan ko'ra ko'proq gapirishadi deya keskin fikr bildirdi. Shuningdek, Real futbolchilar bilan deyarli umuman muloqot qilmasligini ham aytib o'tdi. Bu bayonotlar allaqachon futbol jamoatchiligini qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Endi esa hamma ehtimoliy Ispaniya-Fransiya bahsi ro'y beradimi? Yamal aytgan gaplarni maydonda ham isbotlay oladimi? Shuni kutmoqda. Sizni eng ko'p qaysi xabar qiziqtirdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va Bor Gap podkast kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Bizda hozircha shu. Xayr, salomat bo'ling.